Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz opa-singillarim, bugun Koreyadan O'zbekiston Farg'onaga kosmetika jo'nataman. Inshaalloh yangi haftaga boradi. Telegram gruppamizda kommentlarda qoldiraman, shu yerdan kirib zakaz beringlar. Opajonlar, mana ko'pchilik ajinlarga kremlar so'ragan, naborlar olindi. Ajinlar uchun namlantiruvchi kremlarimiz hamda doktorchidan ajinlarni yumshatib beradigan, yozib beradigan kremlarimiz ko'p narsalarimizdan olindi. Mana bu umumavkamizdan so'raganlar, undan ham oldik. SPF kremlardan ko'p narsalarimizdan oldim. Ajinlarga mana bundan ham olindi. Hammasidan oldik. Hozir Koreyada pochtaxonadaman. Shularni jo'natib yuboraman. Ko'pchilik qayerdan kirib, qanday zakaz qilishni so'rashadi. Videoni tagida kommentlarga o'tsangiz, shu yerda Telegram gruppamiz linkini qoldiraman. Birinchida turadi. Shu yerdan osonroq kirasiz. Yuzingiz uchun namlantiruvchi kremlar, yaxshi uxodiriy kosmetikalarni yig'ib beraman. Biz Koreyadan chiqaramiz. Allohga omonat. O'zingizni ehtiyot qiling.